Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Namangan viloyati Norin tumani Qorateri, Norintepa Qorateri deyiladi. Qorateridamiz. Xudo xolasa akamiz bizga telefonlarni qildirdi. Akamiz uyga u Yangi yildan oldin keldi aka. Yangi yildan oldin kelganmiz. Mana xudo xolasa nasib hozirga ekan. Ishlarni yakunlab beraylik. Akamiz o'zini bir ikki og'iz fikrini eshitamiz xudo xolasa. Yaxshi, mana xizmatlari, sifatlari yaxshi, mana materiallari ham. O'zim hech narsa rasxod qilmadim. Hamma narsasini olib kelishdi ustalar. Yaxshi, ishlarga zo'r mana. Yoqdimi aka? Yoqdi, zo'r. Tavsiya qilaman hammalaringizga. Hech qanaqa o'rgatib bo'lmadi? Yo'q, yo'q. Asli ko'rganingiz, eshitganingiz rostmikan aka? Rost ekan. Rampit svitlarigacha ham yo'qni o'zlari olib kelishib, chiroyli qilib berishdi. Tekshirishib ham yo'qni. Sizga ham katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Puldan baraka topinglar. Rahmat aka, sog' bo'ling. Xudo xolasa xizmatlar bo'lsa, bemalol quyida raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Agar shu Norin territoriyasidagi akalarimiz bo'lsa ham, mana bemalol akamizni ishlarimizni ko'rmoqchi bo'lsa, jonli holatda ham kelib, bemalol mana ko'rsanglar bo'laveradi. Qorateriga qaraydi aka bu. Qorateri. Xudo xolasa mana mahallalar asfalt bo'lgan ekan. Bemalol kelib ko'rib ketaverasizlar. Xudo xolasa xonadonimiz juda ham fayzli holatda yakuniga yetyapti. Bir dona like tugmachasini bosib, mana shu telefon qilmoqchi bo'lgan yaqinlaringizlarga, mana shunaqa uy qilaman deb yaxshi niyat qilganlarga jo'natib qo'ysanglar, xudo xolasa juda ham foydali bo'ladi. Aka, bergan pullaringizdan baraka toping. Sizga rahmat. To'ylarga, yaxshilik kunlarga xudo xolasa buyursin aka. Yaqinlarga bir tavsiya qilib, xudo xolasa aytyapmiz, ko'rib ketishyapti. Rahmat sizga. Bu yerga oppoq fasonda hozirgi paytda trendga chiqyapti deymizmi yoki juda ko'pchilik talab qilyapti deymizmi, skromniy telefonimizdan qilganmiz. Qalinligi 0.4 tunikadan foydalanib telefon xizmatlarini yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Xo'p, xonadonimizga birinchi o'rinda ko'cha tomonidan boshlasak, mana choksiz slivlar qo'yilgan, choksiz tarnovlar qo'yilgan, shapkalarimizga ham oppoqina alkafon fasonda telefonlarni qilganmiz. Hamda darvozaxonasiga ham alohida ahamiyat berishinglarni so'rab qolaman. Sababi darvozaxonasi ham juda ham go'zal holatda yakuniga yetkazib berilmoqda. Ichkarilarimizni ham ko'rishinglar mumkin. Xonadonimiz fayziga fayz qo'shib, xudo xolasa telefonimiz yakuniga yetkazib berildi. Xo'p, akalar, telefon xizmatlari bo'lsa, quyida raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Faqat bir narsani ahamiyatga olib qo'yishinglarni so'rab qolamiz. Ishlatilayotgan materialni kvadratiga pul berasizlar, joyni kvadratiga emas. Narxlariga to'xtaladigan bo'lsak, 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha mana shunaqa xonadonlarimizga telefon xizmatlarini amalga oshirib bermoqdamiz. Narxi nimaga o'zgaradi desangiz, narxi akalar materialni ishlatilayotgan qalin yuqasiga qarab qilib beraveramiz akalar. Agar siz 120 ming so'mlik materialdan tanlasangiz, 120 ming so'mlikdan qilib beramiz. 130 ming so'mlikdan tanlasangiz, 130 ming so'm, 140 ming so'mlikdan tanlasangiz, 140 ming so'mlikdan qilib beramiz. Xo'p, akalar, bu xonadonimizga 140 ming so'mlik 0.4 qalinlikdagi materialimizdan foydalanganmiz. Xudo xolasa, xonadonimiz juda ham go'zal holatda, mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, fayzli holatda yakuniga yetkazib berildi. Xo'p, sizlarda qanaqadir bir talab va takliflar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib ketsanglar bo'ladi. Xonadonimizni dizayni sizlarga yoqdimi yoki yoqmadimi? Oppoq fason sizlarga yoqdimi yoki yoqmadimi? Buni ham kommentariyada kutib qolamiz. Juda yaxshi bo'ladi. Like bosib turib, poddeska qilib tursanglar, xudo xolasa, sizlarning ham xonadoninglar navbatdagi telefon qilinadigan xonadon aynan sizlarning xonadoninglar bo'lishi mumkin. Akalar, ichkarilarni ham mana ko'ryapsizlar, bemalol kirib ko'rishinglar mumkin. Xo'p, ichkariga mana xonadon egasi mana bunaqa ko'rkam holatda so'rtaylar qilib qo'yibdi. Haqiqatda uyni dizayni, proyekti menga juda ham yoqdi akalar. Sababi mana juda ham ixcham holatda bo'lgan bu uy. Bitta like bosib qo'yinglar, xonadonni fayziga xudo xolasa havas qilganlar bo'lsa, aynan sizga ham xudo xolasa bundan ham chiroyli uylar nasib qilsin. Xo'p, akalar, xonadonimizni hattoki devoriga qilingan telefonlarni, devoriga qilingan shapkalarni ostiga ham juda ham skromniy holatda telefonlarni qilib berganmiz. Agar yoqsa, like qizg'anmasdan bosib qo'yinglar akalar. Sog' bo'linglar, xudo xolasa xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.